Bugun Rossiyada yurgan musofir ayollarimiz uchun o'zbegona ehson dasturxonini yozishga qaror qilib, birinchi bo'lib uyga joy qildim. Ketidan endi dasturxon tuzayman deganimda, menga begona bo'lsa ham xuddi opa-singlimdek bo'lib ketgan yaqin dugonalarim kelib yordamlashib yubordi. Biri shunaqangi ajoyib qilib dasturxonlar tuzagan, biri esa shunaqangi bir tog'ora qilib somsalar tayyorlab kelgan. Shirinliklar olib kelishdi, salatlar. Xullas menga ish qolmadi. Mehmonlarimiz ham birma-bir kelishni boshladi. Bu orada esa men finchuza salat tayyorlashga ulgurib qoldim. Mehmonlarimiz ichida esa kichkinagina shunaqangi Ded Morozcha ham bor ekan. Buni qaranglar, qanaqangi shirin. Finchuza salatni mehmonlar uchun issig'ida uzatgan yaxshi. Shuning uchun mehmonlar kelishiga yaqin tayyorladim. Tanishlarim ko'p bo'lganligi uchun ikkita uyga joy qildim. Bu birinchi uydagi odamlar va ikkinchi uyni bolalarim xonasiga tayyorladim. Birinchisiga salat, ikkinchisiga somsa va uchinchisiga o'zim qo'l bala qilib kavoblarni tayyorlab tashadim. Bir-biridan qo'li gul tanishlarim shunaqangi ajoyib shirinliklarni tayyorlab kelishibdi. Kavoblarni uzatdim, ketidan esa oshga tayyorgarlik qilib qo'ydim. Bu orada kirib, "Choylaring bormi deb ikkala uydan ham so'rab chiqdim. O'zim esa mehmonlar bilan deyarli o'tira olmadim. Bu orada oshni damlayotganimda bitta dugonalarimni ishlari bor ekan. Bizga ruxsat, endi xafa bo'lmaysiz deb ketib qolishdi. Ozgincha u yoq bu yoqlarni tartibga solib, keyin oshimizni ham suzib oldik. Hammaga yetdi oshimiz. Kichkina qozon bo'lsa ham juda ham barakali bo'ldi. Bu orada qizlarimni ham bog'chadan olib chiqib oldik. Mehmonlarni ko'rishga ulgursin, bo'lmasam yig'lashadi deb. Keyin kattalarimiz chiroyli qilib Qur'on o'qib qo'yishdi. Hammamiz qayerda bo'lishidan qat'iy nazar oqibatimiz uzilmasin va insoniyligimiz yo'qolmasin. Chiroyli qilib mehmonlarni ham kuzatib oldim va ko'pchilik bilan bir pastagina uylarni ham tozalab oldik. Ana endi yurakchani qizartirib, qiziqarli videolar hamda ajoyib retseptlar uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.